Assalomu alaykum hammaga. Bu videomiz ustakalar uchun foydali videolardan bittasi Cobalt mexanika. Pasportda 24-22 oxirgilarini aytyapman. E'tibor beringlar. Shularda ошибкалар qatorida mana bu yerda P0833 ошибкasi pedal splenniki berib qolsa, mashinada оборот qaytmaydigan bo'lib qoladi. O'shunaqa holatda, misol klient kelsa, sizlar uchun foydali video. Chip tuning orqali ошибкani maska qilib bitta yurib ko'rasizlar. Xudo xolasa, xo'p, muammosi o'naladi. Splen datchikda ko'rsakchi deydigan bo'lsalar, bunda splen datchik yo'q. Hozir biz ponni ko'rdik, splen datchik umuman yo'q. Bitta ошибкani maska qilib yurib ko'rdik, mashina cho'tki. Umuman xatosiz, оборот qaytishlari ham zo'r bo'ladi. Keyin оборот qaytmay qolishi yana bitta sababi bor. Programma rani bo'lib ketgandan ham оборот qaytmay qoladi. Оборот misol uchun skorda ketayotganda, 3 ta ketayotganda bitta xalasda qilinsa, оборот vang'illab ushlab qoladi. O'shna holat programma rani bo'lib ketgandan bo'ladi. Unda hamcha pozdniroq programma bosib yurib ko'rasizlar, cho'tki bo'ladi yoki programma relesi bo'ladi oldida. O'sha releni uzib ko'rib yursanglar ham programma оборот yaxshi qaytadi. O'shandan ham bilib olsanglar bo'ladi, programma ranimi, pozdnimi. Sizlarga uchun foydali video bo'lganidan xursandmiz. Ishlaring obat, cho'ntakka daromad. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.